Odamlarım abadan yashagan. Yaxshimisiz? Bu yo'lga oxiri kim ekan? Aka yaxshimisiz? Oxiri manman. Birga ko'tarkanmiz-da unda. Ha aka, meni ismim Asad. Sizniki nima? Men ismim Ulug'bek. Shu siz bizneslarim hamma do'konlarim ishi uncha yurishmayapti, ko'rib. Yoshingiz nechida aka? Yoshim 33da. O'zingiz so'rayapsiz? Yoshgina bo'lib biznesmen bo'lganingizga qiziqdim-da. Qara ukam, hozir o'chirding, menga bersang bo'lmaydimi? Ozgina shoshib turdim. Xo'p aka, o'ting. Rahmat. Kengisini chaqir. Assalomu alaykum. O'tiring. Yaxshimisiz? Gapirmang. Siz tadbirkorsiz. Ismingiz Ulug'bek. Yoshingiz 33da. Opa, qayerdan bilyapsiz shuncha informatsiyani? Voy. Puldan chiqaring. Mazam bo'lmayapti. Puldan. Pul olmasam mazam bo'lmaydi. Mana endi yurak. Wow. Mazza. Ishim yurishib ketami, shuni ayting bo'ldi menga. O'zlarim. Ay. Odamlarım. Hep bayqab. Boring ketaman, qo'rqitib yubordim. Raz. Kengisni qirg'iz. Raz. Ey ahmoq, ko'proq informatsiya olsang bo'lmaydimi?